Labbi oyijon. Menga qarang. Bugun bir chiroyli qilib lag'mon cho'zing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Mana bu yog'. Bu yog'ni lag'monga ham ishlatasiz, lag'monni vajusiga ham ishlatasiz. Xo'pmi? Oyijon, menimcha bu yog' sal kamlik qiladimi deyman. Ha? Qarang, lag'monga qancha yog' ketishini bilmas ekanman. Endi sizdan so'rayman-da. Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Bo'pti, chaynalmang. Chiroyli qilib aytgandek lag'mon cho'zingda. Mendan beso'roq bironta guruchni ham olib ishlatmang, xo'pmi? Bundan keyin men o'lchab bergan masalliqda ovqat qilasiz. O'lchab bergan masalliqni ovqat qilasiz. Tushunib oldingiz, gapimni eshitib oldingiz. Qo'rqoq shunday qulog'ingizga quyib oling shuni. Xo'pmi? Kecha go'shtni ko'p ishlatib yuboribsiz, indamadim, mayli. Yangi kelin bilmagandir dedim. Bundan keyin bir parcha go'shtni olib, shundoq qozonni tevaragidan bitta aylantirib, qozonni chekkasiga bitta urib qo'yib, xolodilnikka olib qo'yavering. Go'sht hidi chiqsa bo'ldi. Oling. Xo'p bo'ladi oyijon. Shundoq bo'lsin. Ha. Keyin o'g'lim ishdan